Oh, mana ko'klam keldi. Hayitlar muborak. Tark etmasin bizni tinchlik va halovat. Sog'lik, baxt va omad. Shular eng muhimi. Doim to'kin bo'lsin, sigirni suti-yu tovuqni tuxumi. Go'sht va moy bog'lasin qo'shqorni biqini. Mayli. Maylisni boshlaylik qani. Dumlaringni bosay, hammangni brendi. Qo'shqor janoblari yana trendda. Har hayit oldi diyetaga o'tadi. Sportni boshlaylar. 15-20 kilo vazn tashaylar. Voh! Salobatni qarang. Xuddi kachoq echki. 4 ta bozorda ham olmadi hech kim. Bu yil ham qurbonlikka yaramadilar. Fintlari ish berdi. Omon qoldilar. Xuddi sanga o'xshab armiyaga borishdan qochib yuribdi. Hozirgi bodilar. San shoshmada hali. Surobingni to'g'rilab qo'yaman. Keyingi oy xotira kunida so'yaman. Yeb ichishni bosing. Ana arpa beda. Semirsangiz bo'ldi. Bizga shu pobeda. Masalangiz hal. Qo'chqorni tugatdik. Kun tartibi bo'yicha tovuqlarga o'tdik. Hozir ana shularda hamma qulaylik. Planni mayli qo'yib turaylik. Shinam, issiq katak, sharoit komfort. Yana nima qilay? Suvizdorniga quyib beraymi kompot?